Assalomu alaykum, Ravshanbek Ibrohimov kanaliga xush kelibsiz. Bu videomizda qanday qilib Telegram Premium olishni ko'rib o'tamiz. Albatta tekinga. Videomiz qisqaroq bo'ladi va bu usul ozgina qiyinroq. Shuning uchun ko'pchilik bajara olmasligi mumkin, lekin albatta 100% to'laydi. Ishonchli va isbotlangan usul. Bizga mana shu bot kerak bo'ladi. Bu bot yordamida biz Telegram Stars'larni bepulga ishlab olishimiz mumkin. Bu bot haqida kanalimizda juda ko'plab video darslar joylab qo'yganman. Kirib ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi va botning qo'shimcha funksiyalari, barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari oldingi video darsimizda bu bot haqidagi barcha savollarga javob berib o'tganman. Agar kimdir Telegram Stars'ga qiziqadigan bo'lsa, shu videomizni ko'rishni tavsiya qilaman. 3 xil usulda qanday qilib olishni ko'rsatib o'tganman. Demak, Telegram Premium mavzusiga qaytamiz. Buning uchun bizga albatta Telegram Stars kerak bo'ladi. Bu bot yordamida Telegram Stars'larni bepulga ishlaymiz va yig'ib boramiz. Qanchadir limitga yetganda biz buni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Albatta 15 donadan 1000 tagacha yoki 2000 tagacha yechib olishimiz mumkin. O'zimiz xohlaganimizcha yechib olamiz, lekin minimal 15 ta yechamiz. Endi bunda Telegram Premium olishimiz ham mumkin. 1700 ta Telegram Stars'ga 6 oylik Telegram Premium olsak bo'ladi. Bilamiz, bu bot juda ham ishonchli bot hisoblanadi. Men qanchadan qancha isbotlarni sizga ko'rsatib o'tganman. Albatta Telegram Premium ham olganman, lekin buni ko'rsatib bo'lmaydi, afsuski. Bu yerda Stars'larni ko'rsatib beradi. Mana Stars'larni tashlab beryapti hadya sifatida. Buni bemalol ko'rsatish mumkin. Xuddi shu bot admini yoki menejeri bo'lishi mumkin. Tashlab beryapti. Telegram Premiumni bu haqda bunday qilib tashlab bo'lmaydi. Shuning uchun Telegramdan kelgan xabarlarda keladi. Sizga Telegram Premium qabul qilindi deb, u shaxsiy ma'lumot bo'lganligi uchun buni ko'rsata olmayman. Xullas, mana shu yerdan Telegram Premiumni bepulga 6 oyligini sotib olishingiz mumkin. Ya'ni yulduz orqali. Yulduzni qanday ishlaymiz? Albatta referallar, mana bu yerda kanallarga zadaniyalar bajarib, kanallarga obuna bo'lib topamiz, yulduz ishlaymiz, do'stlarni chaqiramiz va mana bu yerda har kuni kunlik bonus beradi. Shuni olib ishlashimiz mumkin. Bundan tashqari mana bu yerda ruletka degan narsa bor. O'yinlar o'ylab, yulduz tikib, ko'paytirib olishingiz mumkin bo'ladi. Lekin buni maslahat bermayman, chunki yutqizib qo'yishingiz ham mumkin. Xullas, 1700 ta yulduz yig'ib, mana shu yerdan olishingiz, Telegram Premiumni olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, bepul narsa albatta mashaqqat talab qiladi. Shuning uchun ma'lumot sifatida bu videoni tayyorladim. Men sizlarni olinglar bitta deb majburlaganim yo'q. Faqat ma'lumot sifatida ko'pchilik so'raganligi uchun shu videoni qilishga qaror qildim. Demak, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.